Davom qilib turamizda. Zerikib qolmayapsizmi? Yo'q. Raqsga qanday baho berasiz endi? Mana o'zingiz tomosha qildingiz. Baribir siz ham xonanda bo'lganingiz bilan raqqoslar, raqqosalar bilan bevosita hamkorlikda ijod qilasiz, to'g'rimi? Qo'shiq kuylaganingizdan keyin uni raqsini mahoratli raqqosalar ijro etadi. Uni bir chiroyli kompozitsiya shaklida tomoshabinlarga havola etadi, to'g'rimi? Raqsni to'laqonli ko'rinishi sifatida taqdim qilinadi, to'g'rimi? Chiroyli raqsga qiziqamiz. Ashulalarni shu maromona yetirib o'ynagan raqqosalarni olib boramiz, xizmatlar ammo o'rnida hani aytgandek Toshkent Farg'ona yo'llarida o'zlarimizni klassik ashulalari, sho'x ashulalari maromona ko'p, raqqosalarimiz ko'p. Haqiqatda. Shularni olib boramiz. Hamkorlik yaxshi ular bilan. Hamkorlik yaxshi, hamma ishining nimasidan chiqadi ustidan. Chiroyli raqs qiladilar. Raqsga qiziqamiz. Juda Endi yaxshi. har doim mana shu san'at sohasida baribir yangi ijrolarda raqqosaning ijrosi bu qo'shimcha tarzda tomoshabinga chiroyli bir ko'rinish taqdim qilishga xizmat qiladi-da, har qanday holatda, to'g'rimi? Xorazmcha bo'ladimi? Baribir qo'shiqni o'zini tinglash bilan, uni ko'rib, raqsi bilan birgalikda ko'rib, tinglash bu boshqacha zavq beradi insonga. Qolaversa, raqslarga ham chorlaydi. Shunaqa. Shu mana yangi tayyorlagan ashulalarimizni bor, qizlarimiz bor. Shu o'rnida o'ynaydi. Qaysi kuy qo'shiq bo'lsa ham kelishtirib, hamisha olib yuramiz yonimizda. Rahmat deymiz. Bu xonanda va raqqosani ijodiy hamkorligi bitta uyg'unlikni tashkil qilib, chiroyli bir ijodiy mahsulni tomoshabinga, muxlislarga havola etadi. Bu esa o'sha qo'shiqni ommabopligini yana ham bir oshiradi desak xato bo'lmaydi. Ko'pchilik tan olib aytish kerak, qo'shiqnidan ham ko'ra shu raqqosani ijrosini bir o'zgacha ishtiyoq bilan kuzatadi. Albatta. Ko'pchilik xonandalarini raqqosasi orqali tanilganlar ham bo'lganda, masalan, aytish kerak, buni demak, raqs san'ati ham alohida o'zini yo'nalishiga, o'zini uslubiga, o'zini bir muxlisiga ega bo'lgan bir mukammal san'at turlaridan biri deya ayta olamiz. Muhayyaxon, to'g'rimi? Juda to'g'ri ta'kidladingiz.